Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun 19-yanvar, haftaning 1-kuni 2026-yil. Esa mana shu Bog'ot tarafdan kelishan metan zapravka to'g'rasa soat 2da ochilibdi ekan. Soat 6da ilinibdi. Yana soat 9da xudo xolasa ochiladi ekan. Hozir uchirlarimiz shunda bir qator bo'lib terilib turibdi ekan. Yana esa Bog'ot Kirov metan. Yana shularda akşam 12da uchirib turadilar. Aralab soat 12da ishlagan soat 6gacha. Kelib uchirib qo'yaman, soat 9da ishlaydi yana. Hozir o'zim gaplashib so'radim, ishlaydi. Bog'ot Kirov metan. Hozir 9da yana ishlaydi. 4 soat ishlatib olibdilar. Kelaverasizlar.